Barchaga assalomu alaykum. 12-chi dars kimyo reaksiya tenglamasi. Kimyo reaksiya tenglamasi kimyoviy jarayonlarni kimyoviy formula va belgilar yordamida ifodalanishi kimyo reaksiya tenglamasi deyiladi. Masalan, alyuminiy va kislorod reaksiyasida alyuminiy oksid olingan. Bu yerda kimyoviy belgi albatta elementlar koeffitsient hamda indekslardan ifodalangan. Masalan, alyuminiy oksidda indekslarimiz 2 ta, koeffitsiyentimiz ham 2 ta mana oldiga qo'yilgan son. Ana endi kimyo reaksiyalarni tenglashtirish jarayonida biz koeffitsiyentlardan foydalanamiz. Kimyo reaksiyaga kirishayotgan moddalar 2 turga bo'linib kirishadi. Molekulyar hamda nomolekulyar suyuqli moddalar. Molekulyar suyuqli hamda nomolekulyar suyuqli moddalar berilgan mana quyidagilar reaksiyaga xuddi shu ko'rinishda kirishadi. Buni yod olamiz. Kimyoviy reaksiyalar vaqtida albatta tashqi belgilar kuzatiladi. Reaksiya davomida gaz hosil bo'lishi, cho'kma hosil bo'lishi, issiqlik ajralishi hamda yutilishi kabi va hokazo hodisalar demak ro'y beradi. Kimyoviy reaksiyalarni tenglashtirishda albatta chap va o'ng tomondagi atomlar sonini tenglashtirish uchun biz tenglik belgisi yoki strelkadan foydalanamiz. Kimyoviy reaksiyalarni tenglashtirish jarayonida quyidagilarga ahamiyat berishimiz juda ham zarur. Bu qoidalar. Birinchi qoida: har doim reaksiyaga kirishayotgan moddalar tarkibidagi atomlar soni hosil bo'lgan moddalar tarkibidagi atomlar soniga teng bo'lishi shart. Ikkinchi qoida: kimyo reaksiyalarining oxirida kislorod atomlari, undan oldin vodorod atomlari, undan oldin esa har qanday element atomlari tenglashtiriladi. Bu yerda jadval berilgan mana kimyo reaksiyalar berilgan va albatta bunda reaksiyaning chap tomondagi, o'ng tomondagi hamda umumiy koeffitsiyentlar yig'indisini toping degan. Masalan, shu yerda 8-reaksiyani ko'ra olamiz. 8-reaksiya. Bizga berilgan, demak, kalsiy gidroksid, fosfat kislota. Natijada kalsiy dihidrofosfat plus suv hosil bo'lgan. Yuqorida aytgan qoidamizda reaksiyaning eng so'ngida kislorod, undan oldin vodorod, undan oldin esa har qanday element atomlari tenglashtiriladi. Qoidaga amal qilishimiz shart. Kalsiylarimiz, kalsiy OH, kalsiy gidroksidda mana bitta, kalsiy dihidrofosfatda ham bitta kalsiy mavjud. Keyingisi fosforga e'tibor bersak, fosforimiz H3PO4 da bitta, kalsiy dihidrofosfatda mana qavsdan tashqarida 2 qo'yilgan. 2 ni albatta fosforni atom soniga ko'paytiramiz. Har qanday birikmada element atom soni elementning o'ng tomoni pastki qismiga qo'yiladi. Ko'rib turganingiz mana son yo'q, lekin bir bor degani. Shunda 2 kara 1 2 ta bo'ldi. Fosforlarni tenglashtirish uchun H3PO4 oldiga 2 qo'yamiz. Endi kislorod emas, albatta undan oldin aytilgan qoida bo'yicha vodorod atomlarini tenglashtiramiz. Vodorod atomlari chap tomonda kalsiy gidroksid tarkibida mana qavsdan tashqarida 2, kalsiy OH dan 2 ta, vodorodimiz 2 ta, H3PO4 da 2 kara 3 6 ta, 6 ga 2 ni qo'ysak 8 ta. O'ng tomonda ham vodorodlarimiz soni 8 ta bo'lishi shart. Kalsiy dihidrofosfat tarkibida mana 2 ta, 2 ni 2 ga ko'paytiramiz. 4 ta vodorod bo'ldi. 8 dan 4 ta aytsak, qolgan 4 ta vodorod albatta suv tarkibida bo'lgan. Demak, mana ko'rib turganimizda suvni oldiga 2 qo'ysak, reaksiyamiz teng bo'ldi. Endi aytib o'tgandek, chap tomondagi, o'ng tomondagi hamda umumiy koeffitsiyentlar yig'indisini topamiz. Chap tomonimiz kalsiy gidroksid oldiga 1, H3PO4 oldiga 2 qo'ysak, 3 ta. O'ng tomonda kalsiy dihidrofosfatimizda 1, suvda 2, o'ng tomonimiz ham 3. Umumiy desa albatta chap va o'ng tomonda koeffitsiyentlarni yig'indisini qo'ysak, umumiy koeffitsiyentlar yig'indisi kelib chiqadi mana 6 ta. Keyingisi kimyo reaksiya turlari. Kimyo reaksiya turlari 4 turga bo'linadi. Birikish, ajralish, o'rin olish, almashish reaksiyalariga bo'linadi. Bularni yod olamiz. Topshiriq 2. Quyidagilar orasida kimyo reaksiya turlarini ajrating debdi. Albatta biz kimyo reaksiya turlarini mana 4 talasini yaxshilab o'qib, o'rganib, shunga qarab demak topshiriq 2 ni mustaqil ishlay olamiz. Eng muhim reaksiyalarni yod oling. Jadvalda eng muhim 32 ta reaksiya berilgan. Bu yerda qanaqa bularni muhimlik joyi bor desa, bular albatta variant, to'plam savollari, milliy sertifikat savollarida eng ko'p tushadigan reaksiyalar bular keltirilgan. Bularni yod olsak, biror bir masala yechish davomida muhim reaksiya tushib qolsa, uni ma'lumotnomalardan izlab o'tirmasdan turib, yodda saqlab olib ishlasak bo'ladi. Topshiriq 3. Topshiriq 3 da bizga aytilgan. Demak, birikish reaksiyasiga oid masalalarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, 1,4 gram litiy necha gram kislorod bilan reaksiyaga kirishadi? Yozib olamiz. Litiy kislorod bilan reaksiyaga kirishadi. Hamda litiy oksid hosil qiladi.
Reaksiyani tenglashtirib olsak, litiy oksidni oldiga 2 qo'yamiz. Sababi kislorod 2 ta, litiyimiz bu yerda 4 ta bo'lib qoldi mana. Kislorod va litiylarimiz soni teng bo'lib qoldi. Litiyimiz bizda berilgan 1,4 gram, gram tedan gram tushadi. Litiyning massasi 7, 4 tasi 28 gramga teng. Necha gram kislorod bilan reaksiyaga kirishadi degan kislorodimiz noma'lum bo'lganligi uchun x gram qo'yamiz. Kislorodimiz pastiga massasi 32 gram. Demak 28 gram litiy 32 gram kislorod bilan reaksiyaga kirishsa 1,4 gram necha gram kislorod bilan reaksiyaga kirishadi? 1,4 ni 32 ga ko'paytirib 28 ga bo'lamiz. Bu uchun biz 1,4 ni 28 ga qisqartiramiz. 1,4 ni o'zini o'ziga bo'lsak 1, 28 ni 1,4 ga bo'lsak, demak 20. 32 ni 1 ga ko'paytirib 20 ga bo'lsak, kislorodimiz massasi kelib chiqadi 1,6. Topshiriq 4. Birinchisi. 1,2 gram temir necha mol H xlor bilan reaksiyaga kirishadi? Yozib olamiz. Temirda H xlor bilan reaksiyasi natijasida temir xlorid, vodorod hosil bo'ladi. Tenglashtirsak temirlarimiz teng, xlor bilan vodorod o'ng tomonda 2 tadan, chap tomonda 1 tadan. Teng qilish uchun demak H xlorni oldiga 2 qo'yamiz. Temirning massasi berilgan 11,2 gram, gram tedan gram tushadi, pastiga massasi 56 gram. Necha mol H xlor bilan debdi? Demak, noma'lum bo'lganligi uchun x mol qo'yamiz. Doim mol taydan mol tushadi, faqatgina moddani koeffitsiyenti pastga qo'yiladi, ya'ni 2 mol. 56 gram temir ko'rib turganimizda 2 mol H xlor bilan reaksiyaga kirishsa 11,2 grami qancha? 2 ni 11,2 ga ko'paytirib, demak 56 ga bo'lamiz. Bunda 11,2 bilan albatta 56 ni qisqartiraman 5,6 ga. Bu 2, 56 ni 5,6 ga bilsam 10. 2 ni 2 ga ko'paytirib 10 ga bo'lsak, x'imiz kelib chiqar ekan, demak 0,4 mol. Topshiriq 5. Albatta topshiriqda qolgan barcha masalalarni mustaqil ishlab chiqishimiz shart. Men faqatgina namunaviy sifatida bittasini ishlab ko'rsataman. 5-inchisi, almashish reaksiyasiga oid birinchisini ishlaymiz. Kalsiy gidroksid plus alyuminiy sulfat bilan reaksiyasini yozib olamiz. Natijada kalsiy bilan alyuminiylar o'z o'rnini almashadi. Bu jarayon natijasida kalsiy sulfat plus alyuminiy gidroksid hosil bo'ladi. Endi e'tibor qaratamiz reaksiyaga. Kalsiylarimiz teng, alyuminiylarimiz chap tomonda 2 ta, o'ng tomonda 1 ta. Tenglashtirish uchun alyuminiy gidroksid oldiga 2 qo'yamiz. Ayni vaqtda oltin gurutga e'tibor bersak, bu yerda 3 ta, kalsiy SO4 tarkibida 1 ta. Teng bo'lishi uchun 3 qo'yamiz. Ayni vaqtda kalsiylarimiz ham 3 bo'ldi. Kalsiy gidroksid oldiga mana 3 qo'ysak, reaksiyamiz teng bo'ldi. Masala shartida aytibdi 1,1 gram kalsiy gidroksid. Yozib olamiz 1,1 gram. Pastida 3 ta kalsiy gidroksidimiz massasi 222 gram. Necha gram alyuminiy sulfat ekanligi uchun noma'lum bo'lganligi uchun x gram qo'yamiz. Alyuminiy sulfatning massasi 342 gram. 222 gram kalsiy gidroksid, 342 gram alyuminiy sulfat bilan reaksiyaga kirishsa, 11,1 grami necha gram alyuminiy sulfat bilan ta'sirlashadi? 11,1 ni 342 ga ko'paytirib 222 ga bo'lamiz. Buni oson yo'li 11,1 ni o'ziga bo'lsak 1, 222 ni 11,1 ga bo'lsak 20. 342 ni 1 ga ko'paytirib 20 ga bo'lsak 17,1 gram kelib chiqar ekan. Topshiriq 6. Birinchisi 24,5 gram bertol tuzining katalizator ishtirokida parchalanish natijasida necha gram kaliy xlorid hosil bo'ladi? Yozib olamiz. Bertoliy tuzi parchalanadi. Katalizator ishtirokida deyapti. Ahamiyat beramiz. Katalizator odatda mana strelkani ustiga qo'yiladi. Eslab qolamiz, bu yerda katalizator marganiz 4 oksid. Qoramtir kukunsimon cho'kma hisoblanadi. Xo'p, hosil bo'layotgan demak kaliy xlor bilan kislorod. Kaliylarimiz teng, xlorlarimiz ham teng bittadan, lekin kislorodimiz bu tarafda 3 ta, bu tarafda 2 ta. Shuning uchun ikkalasini ham 6 ga aylantira olamiz. Bu uchun bu kislorodimizga koeffitsient sifatida 3 beramiz. Bu kislorodimiz 6 bo'lishi uchun 2 beramiz. Ayni paytda kaliy ham xlor ham 2 ta bo'lganligi uchun kaliy xlorni oldiga mana 2 qo'yamiz. Massa beribdi 24,5 gram bertoliy tuzi. Bertoliy tuzining massasi 122,5 gram, ikkitasi 245 gramga teng. Necha gram kaliy xlorid hosil bo'ladi debdi. 245 gram parchalanganda ikkita kaliy xloridimiz massasi 149 gram, 24,5 gramda, demak necha gram deganligi uchun noma'lum x gram qo'ydik. Shu yerda 24,5 bilan 245 qisqartiramiz. 24,5 ni o'ziga bo'lsak 1, 245 ni 24,5 ga bo'lsam 10. 149 ni 1 ga ko'paytirib 10 ga bo'lsam, har qanday sonni 10 ga bo'lish, shu sondan verguli chap birlikka
chap tomonga bir-birlikka surish degani. Kelib chiqadi 14,9 gram. Topshiriq 7. Reaksiyaga kirishuvchi moddalarni kami bilan ishlashga doir masalalarni yechish debdi. Ko'rib chiqamiz. Alyuminiy kislorod bilan reaksiyaga kirishi alyuminiy oksidni oqsoqlabdi mana. Reaksiyani tenglashtirib olsak, kislorodlarimizdan boshlaymiz, chunki alyuminiylarimiz 2 bo'lgani bilan bu yerga 2 qo'ysam, kislorodlarimiz teng bo'lmaydi. Shuning uchun kislorodimiz o'ng tomonda 3 ta, chap tomonda 2 ta. Ikkalasini ham bitta umumiy ko'paytiruvchi qilib 3 ga ko'paytira olamiz. 3 ga ko'paytirsak, chap tomonda kislorod 6, o'ng tomondagini esa 6 bo'lishuvchi 2 ko'paytiramiz. Shu vaqtda alyuminiyimiz o'ng tomonda 4 ta bo'lganligi uchun chap tarafga 4 qo'yamiz. Endi bizga aytgan alyuminiyimiz 5,4 gram. Kislorodimiz 10 gram. 4 ta alyuminiyimizning massasi 108 gram, 3 ta kislorodimizning massasi 96 gram. Reaksiya natijasida olingan murakkab modda, ya'ni alyuminiy oksid massasini so'rayapti. Noma'lum bo'lganligi uchun x gram. Gram tagidan gram tushiramiz, faqatgina molyar massasini. Alyuminiy oksidning molyar massasi 102, ikkitasi 204 gramga teng. Ana endi bizda savol paydo bo'ladi. Alyuminiy oksidning massasini alyuminiy orqali hisoblab topamizmi, kislorod orqali hisoblab topamizmi? Albatta bunda qoidaga amal qilamiz. Reaksiyaga kirishayotgan moddalarning massalarini nisbati, qaysi moddaning massasining nisbati kichik bo'lsa, bu reaksiyada to'liq sarflangan, katta bo'lsa, bu ortib qolganligini anglatadi. Ana shu jarayonga e'tibor beramizda, nisbatlarni topa olamiz. 5,4 ni 108 ga bo'lsam 0,05 nisbat, 10 ni 96 ga bo'lsak taqriban 0,104 kelib chiqadi. Endi ko'rib turganimizdek eng kichik nisbat bu alyuminiyga tegishli. Xulosa shunday bo'ladi. Alyuminiy reaksiyaga to'liq sarflangan, kislorod esa ortib qolgan. Yana bir xulosa qilsak shu yerda qoidani bilib olamiz. Bitta qoidani bilib olishimiz kerak. Reaksiyaga kirishayotgan qaysi moddaning massasining nisbati eng kichik bo'lsa, reaksiyadagi, masaladagi barcha hisob-kitoblar shu modda bilan amalga oshiriladi. Demak, nisbati kichik bu alyuminiy, endi hisob-kitobda alyuminiy bilan topa olamiz. Keling, kislorod topa olamiz. Qancha kirishganini. 5,4 96 ga ko'paytirib 108 ga bo'lsa, kislorodimiz kirishgan 4,8 gram. 10 gram kislorodimiz bor edi, 4,8 gram kirishsa, 10 dan 4,8 da ayirsak, demak 5,2 grami ko'rib turganimiz mana ortib qolgan ekan. Alyuminiy oksidni topa olamiz endi. Albatta alyuminiydan foydalanib, sababi yuqorida aytganimizdek, qaysi nisbat kichik bo'lsa, reaksiyadagi barcha hisob-kitoblar shu modda bilan boradi. 5,4 ni 204 ga ko'paytirib 108 ga bo'lsak, oksidning massasi kelib chiqadi 10,2. Demak, 7-topshirig'imiz quyidagicha. Mavzu nazariy qismi tugadi. Albatta bizda 7 ta topshiriq bor. 7 ta topshiriqda birinchi topshiriq vazifa bu 7 ta topshiriqda mustaqil bajarish. Ikkinchi vazifa yuqorida aytib o'tganimdek eng muhim reaksiyalarga oid 32 ta reaksiya berilgan. Ularni turlari bilan yod olishimiz zarur. 32 ta reaksiyani albatta yod olamiz. Keyingi topshiriq mavzuga oid savol-javoblar. Mavzuga oid savol-javoblarni albatta mustaqil o'qib chiqish kerak. Eng muhim savollar berilgan va bu yerda masalalar ham berilgan, masalalarni yechish usullari ham ko'rsatib o'tilgan. Demak, mavzuga oid testlar. Boshladik. 1. Parchalanish reaksiyasini ko'rsating debdi. Ko'rib turibmiz, parchalanish reaksiyasi bu yerda, demak, A variant. 2U1. Quyidagi reaksiya turini aniqlang debdi. Demak, quyidagi reaksiya yodda tutamiz. Oddiy modda bilan murakkab moddaning reaksiyasi o'rin olish reaksiyasi hisoblanadi. Shunda to'g'ri javobimiz B variant. 3U1. Quyidagi reaksiyalar uchun umumiy bo'lganlarini toping debdi. Yozib olamiz. Birinchisi. Ko'rib turganimizda malaxitning parchalanishi. Malaxitning parchalanishi natijasida misik oksid, karbonat angidrid hamda suv hosil bo'ladi. Ikkinchisi. Metanning yonishi. Karbonat angidrid hamda suv hosil bo'ladi. Uchinchisi. Ohak toshning parchalanishi. Kalsiy oksid, karbonat angidrid. Umumiy bo'lganlari bu yerda albatta B variant bo'ladi. Reaksiya natijasida barchasi mahsulotlarimiz oksid hisoblanadi.
to'g'ri 1. Quyida demak ochiq idishda olib borilgan reaksiya reagentlari va mahsulotlarning oralig'i vaqti orasidagi ifodalardan foydalanib, demak to'g'ri bog'liqlikni aniqlang deb yoza olamiz. Birinchi grafikimiz, ikkinchi grafikimiz, birinchi va ikkinchi tajribamiz. Endi ikkita tajriba ham ochiq idishda amalga oshirilganligi uchun ikkalasi uchun ham bir maxsus idish chiza olamiz. Mana ochiq idish. Ko'rib turganimizdek, grafikga e'tibor bersak, massa, vaqt, bu yerda ham massa, vaqt, ya'ni vertikal yo'nalishda massa berilgan. Mana pastdan tepaga qarab ortib boradi massa albatta. Gorizontal yo'nalishda, ya'ni chapdan o'ngga qarab vaqt berilgan, chapdan o'ngga qarab vaqtimiz ham ortib boradi. Chizib olamiz. Demak, massani ham, vaqtni ham boshlanish nuqtasi albatta bilamiz, bu 0 ga teng. Endi birinchi grafikda nima ifodalangan desak, ochiq idishda albatta boribdi, qizdiriladi albatta. Bu jarayonda ikkala idishimiz ham ko'rib turganimizda temperatura ta'sirida. Birinchisida grafikda vaqt ortishi bilan albatta massa o'zgarmagan. Keling isbotlashga harakat qilamiz. 0, 1, 2, masalan 3, 4 gram, 5 gram va hokazo. Vaqtimiz esa 1 minut, 2 minut, 3 minut, 4 minut, 5 minut, 6 minut va hokazo. Endi e'tibor beramiz. Massa mana shu nuqtada turibdi faqatgina. Va to'g'ri chiziq bo'ylab tortilgan, bu o'zgarmaganligini anglatadi. Vaqtimiz esa e'tibor bersak, mana shu holatda turibdi. Endi bundan nimani aniqlasak bo'ladi? Vaqtimiz 0 dan mana 5 ga qarab borgan, ya'ni ortib borgan. 5 daqiqa ichida modda massasi 3 gram. Bunda nimani aniqlasak bo'ladi? Bunda 3 gram moddani 5 daqiqa davomida qizdirsak, massa yana qaytib 3 gramni tashkil etganligini bilamiz. Endi bu jarayon aniq bilib turibmiz. A modda parchalanishidan B bilan C modda hosil bo'lgan. Jarayon natijasida parchalanayotgan A moddamiz agregat holati qattiq, B ham, C ham qattiq. Chunki gaz bo'lganda edi, bu yerdan idishdan chiqib ketardi. Massa o'zgarmaganmi? Demak, hosil bo'lgan mahsulotlarimiz ham ko'rib turganimizdek qattiq moddalar bo'lgan, idish tubida qolgan. Shuning uchun o'zgarmagan. Endi ikkinchisiga e'tibor bersak, ikkinchisiga masalan massani yozamiz. 1, 2, 3, 4, 5 va hokazo. Vaqtimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 va hokazo. Endi jarayonga e'tibor bersak, massa 4 gram edi. 6 minutdan keyin mana tutashgan nuqtaga qarasak, 6 minutdan keyin 0 gram bo'lib qoldi. Sabab mana 0 gram, ya'ni tutashgan nuqta. Bundan nima xulosa qilsak bo'ladi? A modda parchalanib B bilan C modda hosil bo'lgan. A moddamizning agregat holati mana ko'rib turganimizdek qattiq. B bilan C moddamizning agregat holati gaz. Jarayon natijasida aniq bilib turamizki, gaz ajralib chiqib ketgan idishdan. Shunda to'g'ri javobimiz demak B variant bo'ladi. 5-1. Chizma bergan albatta bunda ham. Ko'rib turganimizdek, birinchi, ikkinchi, uchinchi hamda to'rtinchi. Bu yerda kislorod ta'sir ettiramiz. Yani yozib qo'yaylik moddalarni. Endi bitta-bitta yoza olamiz. Birinchi bosqichda ko'rib turganimizdek, mana strelkani ichida birinchi bosqich NO ga kislorod ta'sir ettiramiz. Natijada bilib turamiz NO2 olamiz. Ikkinchi bosqich bu NO2miz birlik X modda ekan. Chunki X modda olindi degan. Endi X modda NO2 ga ta'sir ettiramiz suvni. NO2 ga suv ta'sir ettirsak, HNO3 bilan HNO2 hosil bo'ladi. Uchinchi ishimiz mana HNO3 olingan degan HNO3 ni parchalaymiz. Nitrat kislotani parchalasak, NO2 kislorod hamda suv hosil bo'ladi. To'rtinchi bosqich olingan Y modda debdi. Y ga azot ta'sir ettirib NO olamiz. Bilamiz, azotga faqatgina kislorod qo'shsak, ya'ni azotni yoqsak, NO hosil bo'ladi. Endi oddiy sharoitda yonmaydi, bilamiz azot 3000 gradus Selsiyadan yuqori bo'lishi kerak harorat. Shu uchun o'z-o'zidan reaksiyada hosil bo'lgan NO2, O2, H2O qaysi biri azot bilan ta'sirlashadi desak,
Ko'rib turganingizdek kislorod, shu uchun kislorodimiz mana bu yerda Y modda. Yoza olamiz. Azot plus kislorod teng ko'rib turganimizdek NO. Masala shartda birikish reaksiyasi debdi. Mana birinchi reaksiya bilan albatta 4-chi reaksiya hisoblanadi. 1 4. To'g'ri javob demak C varianti. 6-1. Quyidagi javobda har ikki reaksiya birikish reaksiyasi hisoblanadi debdi. To'g'ri javob bunda A variant bo'ladi 6-1 dan. 7-1. Qaysi bosqichda demak birikish reaksiyasi boradi debdi. Yozib olamiz. Birinchi bosqich. Rug'ga kislorod ta'sir ettirsak, rug' oksid hosil bo'ladi. Demak, bu albatta birikish reaksiyasi. Ikkinchisi, rug' oksidga vodorod ta'sir ettirsak, rug' bilan suv hosil bo'ladi. Birikish emas, bu o'rin olish reaksiyasi. Uchinchisi, rug'ga xlor ta'sir ettiramiz. Rug' xlorid hosil bo'ladi. Albatta bu ham birikish reaksiyasi hisoblanadi. Shunda to'g'ri javobimiz 1-3, ya'ni C variant bo'ladi. 7-1 demak bo'ldik. 8-1. 4 ta X moddamiz kislorodda yonadi. 4 ta NO bilan 6 ta H2 hosil bo'lyapti. Endi reaksiya kirishayotgan kislorodlarimiz soni 5 × 2 10. Reaksiyada hosil bo'lgan kislorodlarimiz NO da 4 ta, suvda 6 ta bo'lsa, albatta 10 ta. Kislorodlar soni teng. Bundan xulosa qilsak bo'ladiki, X modda tarkibida kislorodimiz yo'q. Endi yozib olamiz. 4 ta X moddamiz tarkibida ko'rib turganimizdek mana bu yerda 4 ta azot, bu yerda esa 12 ta vodorod bor mana. Yozib olamiz. 4 ta azot hamda 12 ta vodorod ekan. Hammasini 4 ga qisqartirsak, X teng N plus 3 ta vodorod. Demak, X'imiz ko'rinib turibdiki, NH3, ya'ni ammiak bo'lgan. Demak, C variantimiz to'g'ri. 9-1. Alyuminiy bilan oltin gurt reaksiyasida alyuminiy sulfid reaksiyasi uchun qaysi ifodalar mos debdi. Yozib olamiz. Bu yerda massa, bu yerda esa vaqt. Demak, Z modda hosil bo'libdi. X modda. Ikkinchisi demak Y modda ekan. Ikkalasi ham M nuqtadan hosil bo'lgan. Endi bundan xulosa qilsak bo'ladiki, jarayonda ikkalasi ham M nuqtadan hosil mana tutashyapti M nuqtaga. Bu nimani anglatyapti desak, reaksiya kirishayotgan moddalarimiz albatta teng massada reaksiya kirishganligini anglatadi. Ya'ni alyuminiy bilan oltin gurt. Reaksiyani yoza olamiz. Tenglashtira olamiz. Alyuminiyimiz 54 gram, oltin gurtimiz 96 gram. Teng massada kirishganligi uchun ikkalasi ham 96 gramdan. Oltin gurt, ya'ni nisbat olamiz. 96 ni bo'lsam 1, 96 ni 54 ga bo'lsak, taqriban 1,6 desak bo'ladi mana. Endi bu jarayonda qaysi nisbati kichik bo'lsa, yuqorida aytganimdek to'liq sarflangan, kattasi ortib qolganini anglatadi. Ko'rib turganimizda nisbati kichigi bu oltin gurt, mana 1, alyuminiy 1,6. Xulosa qilsak bo'ladiki bundan, demak oltin gurt to'liq sarflangan, alyuminiy ortib qolgan. 96 ni 54 ga ko'paytirib 96 ga bo'lsam 54 kirishyapti, mana 42 gram ortib qolyapti. Oltin gurtda ortib qolgan massasi hamma sarflanganligi uchun 0 gram. Alyuminiy sulfidni topa olsak 150, 150 96 ga ko'paytirib 96 ga bo'lsak, demak 150 gram hosil bo'lgan. Grafikda eng yuqori massaga ega modda bu Z, chunki massa oshib boryapti tepaga qarab. Shundan fikrlasak, Z'imiz alyuminiy sulfid bo'lgan. Keyingi massasi Z dan kamroq massaga ega bo'lgan modda bu X. X'imiz esa alyuminiy, bu 42 gram. Massasi 0 ga teng bo'lgan mana. Albatta 0 nuqtadan boshlanadi massa ham vaqti. 0 ga teng bo'lgan modda bu ko'rib turganimizdek oltin gurt. Shunda demak Y'imiz oltin gurt, X'imiz alyuminiy, Z'imiz esa alyuminiy sulfid. A javob bo'lar ekan. O'nu 1. X 2 va Y ga aralashmasida Z modda olindi. Yozib olamiz. X2, Y2 dan Z modda olinibdi.
Grafikda bergan Z moddamiz 72 gram. Mana tepasiga qo'ya olamiz 72 gram. X2 moddamiz 64 gram bo'lgan. E'tibor bersak 0 nuqtaga pastga qarab tutashgan. Demak, to'liq sarflangan ekan. Mana 64 gram. Y moddamiz C gram bo'lgan, 32 gram ortib qolgan. Shunda bizga C ning qiymatini toping debdi. Endi bilamiz, reaksiyaga kirishgan moddalarning massasi hosil bo'lgan moddalarning massasiga hamma vaqt teng bo'ladi. X'imiz to'liq sarflanib ketgan 64 gram, qanchadir Y'imiz sarflangan, u 72 gram Z oqsoqiga. Bundan fikrlasak, 72 dan 64 ayirib desak, Z Y2 ni sarflangan massasi kelib chiqadi 8. 8 ga 32 ni qo'ysak, C ning qiymati kelib chiqadi, demak 40. To'g'ri javob A varianti. 11/1. Demak, bizga X, Y2 hamda Y2 ning reaksiyasidan X, Y3 hosil bo'lyapti. Reaksiyalar bir xil hajmda olingan ekan ikkalasi. Keling, shuni biz 2 moldan olamiz. Har qanday miqdor olishimiz mumkin. Muhim teng bo'lsa bo'ldi. Reaksiyaga kirishgan deyapti. Qaysidir moddalardan biri keyingi moddalarning miqdorlarining orasidagi tafovut toping debdi. Ko'rib turganimizdek, bu 2 mol, bu 1 mol. Endi qaysi biri to'liq sarflanganligini topa olamiz. X, Y2 ni yuqorida turgan 2 molni pastda koeffitsiyentiga bo'lamiz. 1. Y2 ni ham xuddi shunday bo'lsak, 2. Ko'rib turganimizdek eng kichik nisbat bu X, Y2 ekan. Bu to'liq sarflanganligini anglatdi. Endi hisob kitob ham shu modda bilan bo'ladi. 2 ni 1 ga ko'paytirib 2 ga bo'lsak, Y'imiz 1 mol sarflangan, 2 dan 1 dersak 1 moli ortib qolgan. X, Y3 da 2 ni ko'paytirsak 2 ga bo'lsak 2 ga, albatta bu ham 2 mol kelib chiqdi. Xulosa qilsak bo'ladi shu yerda. Demak, reaksiya natijasida hosil bo'lgan Y3 da mol miqdori reaksiyada ortib qolgan Y2 ning mol miqdoridan, demak, katta ekan. Shunda to'g'ri javobimiz B variant bo'ladi. 12/1. Teng massada olingan sulfit angidrit, demak, va kisloroddan iborat aralashma yoza olamiz. Sulfit angidritimiz SO2 kislorod bilan reaksiyaga kirishadi. Natijada sulfat angidrit hosil bo'ladi. Reaksiyani mana tenglashtira olamiz. Bizda reaksiya natijasida 20 gram hosil bo'ldi. Yoza olamiz. Massasi 160, 32, 120. Demak, 128. Endi shu yerda SO2 bilan kislorodni massalarini topa olamiz 20 gramdan foydalanib. 20 ni 32 ga ko'paytirib 160 ga bo'lsak, 4. 20 ni 128 ga ko'paytirib 168 ga bo'lsak, demak 16 kelib chiqadi. Buni oson yo'li bor. 32 bilan mana bu 160 qisqaradi 5 ga, bu 1 ga. 20 ni 1 ga ko'paytirib 5 ga bo'lsa, mana 4 gram kelib chiqish jarayoni. Keyingisi 60 demak. Endi 20 ni 128 ga ko'paytirib 160 ga bo'lishni ham yo'li oson. 128 bilan 160 qisqaradi. Ikkalasi ham 32 ga qisqaradi. Bu 5, bu 4. 5 bilan 20 qisqaradi. Demak, 4 ga, bu 1 ga, 4 ga ko'paytirsam 16 gram mana shunday kelib chiqadi. Mana ko'rib turganimizdek. Ana endi bular teng massada olinganligi uchun ikkalasi ham ko'rib turganimizdek 16 gramdan olingan. Kislorodimiz shunda 12 gram ortib qolgan. Oltin gurtimiz 16 gram bo'lgan, 16 gram sarflansa, demak ortib qolmagan. Ikkinchi ish. Demak, ortib qolgan gaz takroran kirishadi. Ortib qolgan gaz kislorod takroran albatta SO2 bilan kirishadi yana. SO3 hosil qiladi. Shunda qani 12 gram, kislorodimiz 32, SO2miz 128 gram. 12 ni 128 ga ko'paytirib 32 ga bo'lamiz. Buni yo'li oson. Bu ikkalasini qisqartiraman 4 ga, 4 kare 12. Ko'rib turganingizda 48 gram hosil bo'lar ekan. SO2 to'g'ri javobimiz B variant. 4/1. X2, Y, Z3 birikmasida elementlarning massa nisbati 2, 7, 9 ekan. Xulosa qilsak, ikkita X'imiz 2 gram, bitta Y'imiz 7 gram, uchta Z'imiz 9 gram ekan. Endi mana shu moddalarni reaksiyasidan shu murakkab moddani hosil qilamiz. Tenglashtira olamiz. Massalar berilgan 10, 28 hamda 27 gram. Mana bu hosil bo'lgan murakkab moddaning massasi 2, 7, 9 nisbatda bo'lganligi uchun qo'shib olsak 18 gram ekan. 2, demak 7, uchtasi 9.
nisbat olamiz. 12 ga bo'lsak 5, 28 ni 7 ga bo'lsak 4, 27 ni 9 ga bo'lsak demak 3. Ko'rib turganimizda eng kichigi bu yerda z chiqdi. Demak hisob kitob z bilan bog'liq. 27 ni 18 ga ko'paytirib 9 ga bo'lsak, shu murakkab modda massasi kelib chiqadi 54 gram. To'g'ri javobimiz demak B varianti. Qolgan savollar albatta yuqoridagi savollarga barchasi o'xshash. Mana ko'rib turganimizda albatta bilan mustaqil ishlab chiqamiz.